Aholining, xususan yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish mamlakatimizda yangi qabul qilinayotgan qonun va qarorlar haqida ma'lumot berish maqsadida Buxoro davlat universitetida sud va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Ochiq muloqot tarzida tashkil etilgan uchrashuvda viloyat sudining jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy hamda ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati a'zolari, sud faxriylari, professor o'qituvchilar, shuningdek oliygohning tarix va yuridik fakulteti talaba yoshlari ishtirok etishdi. Tadbirda bugungi kunda mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash va sud tizimini isloh qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, sudlar faoliyatiga oid yangi qonun va qonunosti hujjatlar mazmun mohiyati to'liq tushuntirildi. Turli mazmundagi shartnomalar borasida o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash bo'yicha tavsiyalar berib o'tildi. Shu tadbirni tashkil etishdan asosiy maqsad demak bo'lajak yuristlarni hozirgi kunda olib borilayotgan sud huquq sohasidagi islohotlar bilan bevosita tanishtirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Ushbu tadbirda sud faxriylarini ham taklif etganmiz. Tadbirda demak sud faxriylarini o'zlarini uzoq yillar bosib o'tgan hayot yo'li bilan o'rtoqlashishdi. Shuningdek, talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Bu kabi tadbirlarni tashkil etilishi joylarda talabalarni men o'ylaymanki dunyoqarashini oshirib, ularni o'sha kelajagiga bo'lgan ishonchini yanada orttiradi. Shuningdek, tadbir davomida oliygohda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan profilaktik tadbirlarning asosiy maqsadi xususida so'z bordi. Talaba yoshlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob olishdi. Bugungi davra suhbatimizda viloyat sudi sudyalar tomonidan so'nggi yillarda sud tizimida olib borilayotgan islohotlar bilan biz bilan o'rtoqlashishdi, hamda men o'zimga kerakli bo'lgan savollar bilan ularga murojaat qildim, hamda men kelajakda prokuratura sohasiga ishlamoqchiman. Kelajakda yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan niyatim bor. Bu kabi oliy ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan talabalar bilan turli soha vakillari ishtirokidagi uchrashuvlar yoshlarning ertangi hayoti, ma'lum bir kasb tanlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.